Assalomu alaykum. Bugun число 26mi? 26-oktyabr. 26-oktyabr, mana 23:03. Mana Nasim Xolov короче ballarni aldagan ekanda. Короче, Yevropaga reklama qildi-ku, yutolsangiz viza bo'ladi Yevropa davlatiga deb. Mana shuni proflar Nasim Xolovniki. Mana kiramiz hozir mana. Istoriya qo'ygan, ana o'g'lim yutdi ham degan joyi bor. Bu yurak o'zlari bilan Och, biriga ketadi. och. Mash. Hele o'g'lim birinchi o'ringa oldi deb bugun aytayotgan. Keyin kirani zapislarni qo'yib ko'rsatdi. Mana. Tushir pastga. Mana qo'y uni. 18-sentyabrda yozilgan. 14. Assalomu alaykum, vizaga g'olibsiz, yordam beraman, aloqaga chiqing. Assalomu alaykum, Nasim aka, yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Endi kirim. Nasim aka, yaxshimisiz aka? Men Moskvadaman aka, mana shu nomerda WhatsApp, Telegramim bor. Keyin Nasim aka yozyapti, ertaga gaplashamiz deyapti. Necha kundan beri yozamiz, ответ yo'q. Ответ yo'q ana. Unda fufla gaynat qiladi odamlarni ahmoq qilib. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Unda ahmoqchilikni hamma biladi, lekin shu narsani qilmaymiz, Xudodan qo'rqamiz. Allohdan qo'rqamiz. Har kimni ustidan video qilasiz. Hech qanday tilingizga javob bera olmaysizmi deyman. Shu tomondan qarang. Zapislar turibdi. Bizga как положено. Yescha Nasim akani o'zining original kanali. Xalq ko'rsin-da shunday. Quruq la vazdushka gurunglarini, gaplarini. O'zimiz uchun nima deydi erta страховка o'zimiz uchun, короче, Xudodan qo'rqamiz, bandadan qo'rqmaymiz. O'zimiz uchun, чтобы isbot dalil uchun zapis qildik-da bu narsani.